Davamlaştırmazdık siyarı bugün çislak 2022 yıl. 12. ayının 11. günü vatandaş. Endiki mavzumunda Avam Palatası, Cumhuriyetçiler Partisi, Mike Callagher'ni Cungo Komiteti'nin reisliğine tayinledi. Mavzulu haber 12. ayının 10. günü Amerika avazının Xitaylı programı ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Capitol Hill, Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası, Cumhuriyetçiler Partisi'nin daisi Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Avam Palata azası Mike Callagher'ni keler yılı Yeni Devlet Meclisi işqa düşkəndən keyin quruladığan Avam Palata Cungo İşleri məxsus komitetinin reisliğine tayinliganligini ilan qildi. Ötken aydaki o'ttir mezgillik saylanda Devlet Meclisi Cumhuriyetçiler Partisi mensupları saylanıp köp sallıqni egallab Avam Palatasının hukukunu qo'lga keltirdi. Avam Palatasıga başlıqlıq özünün namzat qilib ko'rsatgan Kevin McCarthy Avam Palatasının yeni palata başlığı bo'lib saylanadi. Kevin McCarthy 12. ayının 8. günü bir parça yazma bayanatida Avam Palatasıda Cungo Komiteti quradığanligini məxsus Cungo'nun xristilarga taqabel turduğanligini e'lon qildi. Cungo Kompartiyasi bizga, yani Amerikaga eng zo'r geopolitikalik tahdid paydo qilguvchi davlatdir. Yani rayon xarakterlik tahdid paydo qilguvchi davlatdir. Biz Cumhuriyetçiler Partisi rahbarlik qiladigan Cungo Gruppasining tirishchanligi asosida hukumat shakllik taqabul turishimiz kerak. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Cungo paydo qilgan iqtisod va bexatarlik sohasidagi xristianlarni bartaraf qilishga tayyor turishni kafolatga ega qilish kerakligi ko'rsatildi bayonotda. Kevin McCarthy'nin yazma bayonotida, yani haftanın 4. günü. Nimişki Cumhuriyetçiler Partisi'nin rehberliği astırdı buludu bu iş? Bu del Cungo İşleri məxsus komiteti quruşunun sebebidir. Deb ko'rsatdi Kevin McCarthy. Kevin McCarthy Avam Palata a'zosi Mike Callagher'ni bu komitetga rais qilib belgilaganligini e'lon qildi. Wisconsin shtatilik 2016 yılı tunji qatim saylanib Davlat Majlisi a'zo bo'lib kirgan Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Callagher bu yıl 38 yaş. Burun Amerika denizden çıkıp quruliqda jang qilguvchi harbiy qismlarida istihbarat vazifasini atqarib Iroqqa 2 qatim avatilgan. Amerika Cungo o'ttirisidagi ixtilofli masalalarda Cungo'ga qattiq qo'l maydon qo'llanishni tashabbus qiladigan Devlet Meclisi, Avam Palatası, Cumhuriyetçiler Partisi mensubi kim? Callagher.
Çünkü Kompartiyası Amerika'ya en zor tehdittir. Haftanın 4. günü Kevin McCarthy Jalagirni Çünkü komitetiga reis qilib tayinlab bo'lgandan keyin Jalagir bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Çünkü Kompartiyasi irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtirib kelyapti. Diqqat vatandosh, Avam Palatasida Kevin McCarthy Avam Palata boshlig'i bo'lgandan keyin qoraladigan maxsus Çünkü komitetiga rais bo'lib tayinlangan yoki raisligini yaqinda McCarthy e'lon qilgan. Shu komitetning raisi Jalagir nima deydi? Hozir Çünkü Kompartiyasi irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtirib kelyapti. Yuqumliq virusning manbini hozirgacha yoshirib keldi. Amerikaning bir necha 100 milliard dollarlik aqliy mulkini o'g'irladi. Tayvanga tahdid soldi. Jungo ishlar komiteti hamma narsada kechikib qilishdan burun partiya guruhlaridan alqagan bir shaklda, yani hozir qurilg'isi Jungo komiteti jumi bir şekilde partiya guruhlaridan alqagan bir şekilde Jungo'nun xristilarga zarba berishi kerak. Jalagir haftanın 4. günü Kevin McCarthy bilan birlikda Fox xabarlari tor betida maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo hozir ikki davlat yeni bir meydan soğuk munosabatlar urushiga kirib keldi. Shundaqmi vatandoshlar, demak bugun Jalagir yana vazifaga o'ltirdigan davlat majlisining a'zosi nima dedi? Oxirgi bir jumlaga diqqat qiling. Jungo Amerika hozir yoki bugun ikki davlat yeni bir meydan soğuk munosabatlar urushi davriga kirib keldi. Shunday vatandosh.